Mabodo Turkiyada o'qishni tanlasangiz, hayotingizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Avvalo hech qanday imtihonlarsiz, faqat pasport va 11-sinf ma'lumotnomasi bilan Turkiyaning top universitetlaridan birida talaba bo'lasiz. Ikkinchidan, o'qish nazariy emas, ko'p qismi amaliy ta'lim bilan o'tadi. Tayyor mutaxassis bo'lib chiqasiz. Bundan tashqari Erasmus dasturi orqali Yevropada o'qish va sayohat qilish imkonini ham qo'lga kiritasiz. Uchinchidan, Turkiyada faqat o'qimaysiz, ekskursiyalar, madaniy loyihalar, boy madaniy hayotga ham ega bo'lasiz. Ham o'qish, ham sayohat. Mazzami sizga? To'rtinchidan, bitirganingizdan so'ng xalqaro va ko'k diplomga ega bo'lasiz. Diplomingiz butun dunyo bo'ylab tan olinadi. Siz qaysi hayotni tanlaysiz? Imtihon topshirib, stress bilan javoblarni kutishnimi yoki 3 kun ichida Turkiyaning top universitetlari talabasiga aylanishnimi? Agar ma'qul topsangiz, izohlarda plyus belgisini qoldiring, o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.